masalada Rossiyada skleroz deydi. Bu kasallik O'zbekistonga juda kam bo'lgan va bunga mutaxassis yo'q desak ham bo'ladi. Men o'g'lim Amerikada u bilan doktorlar bilan gaplashdik. Shuni Kiyev bilan gaplashdik. Ведущий специалистов. Ular aytadiki, endi ro'yxat izuchayapti deydi. Hozircha bizlar bu masalaga biroz javob olmaymiz. O'sha uchun vaqtincha sizlar поддерживающий va nima ukollarni qabul qilasiz. Bor bir dori o'zini har 6 oyga Vatandaşlar 30 milyonga ikkita ambulansni olyapti. 3 yil davomida mana shu ishni qilyapman. Yaxshi natijasi. Har necha vaqtda olyapsiz? Har 6 oyga. Ikkita ambulans. 2 ambulans. 30 millionga olyapman. Ana shu 3 yil davomida shu ishni qilyapman. Xudoga shukr yaxshi hozir. Hozir uyda o'tirib ishlayapti. Hammasi joyida. Lekin menga yordam kerak. Bizlar Minzdravga murojaat qildik. Minzdrav oldi, Minzdrav oldi. Poliklinikaga bordi. Poliklinikada mudiri bizga aytyaptiki, men oddiy poliklinikani insoniman, qanday ishlarga bu pulni to'lab beraman? Qattiq bo'ldi. Ikkinchi marta o'sha hurmatli prezidentimizga murojaat qildik. Bu yerni xatini olib yana Minzdravga yubordilar. Minzdrav bizlarga yana shu ishni qildi. Ana hozir hayronman nima qilishga. O'sha uchun sizni yig'inizga boshliq keldim. Shunga yordam beringlar. Rossiya skleroz har 6 oyda ikkita tablet ampula olinadi. Ampulanın narxi 30 milyon ikkalasi. Hozir yordamchilar qilgan. Решение. Xo'p, решение elektron order bilan yuboramiz. Bolalar milliy markaziga dorisini ham davolanishini bepul qilib beramiz. Masalan, Yubormasalar qaytarib sizga kelgan, poliklinikaga tushgan. yo'q, hal qilib beramiz. Hozir o'zim shug'ullanib hal qilib beramiz. Necha kun, necha oy? Xo'p, 3 kunda ketadi. 10 kunda davolanib qaytib keladi. Dorilarni ham o'zi qilib beradi. Nima deysiz? Hech qanaqa masala yo'q. Kimga murojaat qiladi? Men hal qilib beraman masalangizni. Hozir gaplashib direktor bilan aytamiz. Ovozlar boshlig'i bo'lsangiz. Ha? Da shunaqa. Botir aka, rahmat. Salomat bo'ling. Yana bir ozgina kichkina masalam bor. O'sha 23-yil 31-dekabrda eslasangiz agar bizlar kichkina skverchani 5-mikrorayonga siz Nosir o'sha yerga ochgan edik. Ana bu kishi ham biladi. Shunga ozgina muammo bor. Men yaqinda 18-martda sizga xat yo'llagan edim, o'zimni bildirib, menga juda og'ir. Oxirgi yana shu o'g'lim vafot qilgandan keyin katta o'g'lim yiqilib qoldim men. Masala yo'q, to'g'ri gap aytaman. Endi ketman qilib yura olmayman. O'sha uchun men xatimga sizga murojaat etgan edimki, agar iloji bo'lsa, menga ana o'sha yerga shu joy ajoyib. Rahmat sizlarga. Odamlar 5-7 mikrorayonlardan keladi, o'sha yerda dam oladi bolalar. Sport joyini taxladi. Rahmat. Deganlarga odam kerak. Doimiy bo'lmasa ham mayli, men tirikman. Men o'sha yerga voy qilib yuraman. Bu yerni axloqini olish kerak. Supurish bo'lmasa obodonlashtirish masalasini qilishimiz kerak. Besinlarga biriktirib berdik. Endi obodonlashtirishga biriktirib berdik. Shu domla ichidagi parchani tozalab tursin deyiladi. Uni ham tashkillashtiraman, lekin qoida bo'yicha hech nima qilolmaydi. U только
Bitta kachayimiz sindiki, men ularga murojaat qilaman, ular bir hafta 10 kundan keyin kelib sifatli qilib beradi. Rahmat. Lekin boshqa ishlar qolib ketyapti. Suv masalasi. Uni o'sha hududni yerini og'darib ekish masalasi. Men yaqinda sizga yozgan edimman. Men o'zimni domimdan pul terib 110 tub mevali daraxt o'tkazib o'shardi. 100 tub roza gullarini o'tkazdim. 650 dona shipovnik o'tkazdim. Lekin suvni bo'lmasligi tufayli o'sha shipovniklar qurib ketyapti. Bu prezidentimizni Qancha maydon katta? Qaysi BSK? Alisher Jo'rayev degan Orada suv borku o'zini Stayan kanalida. suv qo'yadi. Stayan kanalida. Qayerda bo'lsa yo'qda. Siz bilan yurganmiz. Yo'q, O'da konuşmam özümün Suv yo'q. agrajdan pul berdilar bir marta. Yevrosektordan. Bu siz aytyapsizki, ana shu plashyatkani taklagandan keyin hozir o'sha yerlar hammasi yorilib ketgan. Betonlari yorilgan. Nechta BSK bor? Prokuror. 14 ta BSKni yig'im buni alohida. Biz shug'ullanamiz. O'tirakamaga suv kerak. Suvsiz bo'lmaydi bunisi. Suvda ham haqli. Agar suv bo'lmasa, Suvda shuncha ham qilgan haqli. mehnatim qo'yib ketadi. Suvda ham haqlamiz. Rahmat. Hammasiga rahmat. Olim. Bor bitta mashina bilan ko'rsam